Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 2-apreldan 9-aprelgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 2-dan 8-aprelgacha qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'ladi. 9-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-dan 6-aprelgacha 10-15 darajalik. 7-dan 9-aprelgacha 7-12 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 15-20 darajalikdan 22-27 daraja iliqqacha o'zgarib turadi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-dan 5-aprelgacha 12-17 daraja iliq. 6-7-aprelda 10-15 daraja iliq. 8-9-aprelda 8-13 darajalik bo'ladi. Kunduzi 23-28 darajaliqdan 15-20 darajaliqqacha o'zgarib turadi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'ladi. Faqat 2-aprelda Toshkent viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-dan 6-aprelgacha 12-17 darajalik. 7-aprelda 10-15 darajalik. 8-dan 9-aprelgacha 8-13 darajalik. Kunduzi 2-aprelda 25-30 darajalik. 3-dan 6-aprelgacha 21-26 darajalik. 7-8-aprelda 15-20 darajalik. 9-aprelda 18-23 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-dan 6-aprelgacha 12-17 darajalik. 7-aprelda 10-15 darajalik. 8-9-aprelda 8-13 darajalik. Kunduzi 2, 3, 6 va 8-9-aprelda 25-30 darajalik. 4-5-aprelda 23-28 darajalik. 7-aprelda 18-23 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. 2, 3, 7 va 9-aprelda yog'ingarchilik kutilmaydi. 4, 6 va 8-aprelda qisqa muddatli yomg'irlar yog'adi. Momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-dan 6-aprelgacha 12-17 darajalik. iliq. 7-aprelda 10-15 darajalik. 8-9-aprelda 8-13 darajalik. Kunduzi 2-aprelda 25-30 darajalik. 3-aprelda 23-28 darajalik. 4-dan 6-aprelgacha 21-26 darajalik. 7-dan 9-aprelgacha 18-23 darajalik bo'ladi. Tog'olli va tog'li hududlarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'ladi. Shamol sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Momaqaldiroq paytida 13-18 metr sekund tezlikgacha kuchayadi. Harorat kechasi 2-dan 5-aprelgacha 5-10 darajalik. 6-dan 8-aprelgacha 2-7 darajalik. 9-aprelda 0-5 darajalik. Kunduzi 2, 3 va 6-aprelda 15-20 darajalik. 4-5-aprelda 12-17 darajalik. 7-apreldan 9-aprelgacha 8-13 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.